Albatta hamma narsa dunyoda nisbiy. Agar tahlil qilsak, kecha qanday edi, bugun qanday bo'ldi. Go'zal Farg'ona zaminida halol mehnati, izlanishi, intilishi bilan obod qilayotgan yuksak fazilatli elimizga namuna bo'lib kelayotgan siz azizlardan har safar ko'rishganimda juda xursand bo'laman. Dehqon boy bo'lsa, mamlakat boy bo'ladi. Dehqon boy bo'lsa, mahalla tinch bo'ladi. Farg'ona, So'x, Quva tumanlarida, Marg'ilon va Qo'qonda turizm jadal o'syapti. Odamlar ishonish kerak, davlatning rejalarini bilish kerak. Bu investor nimaga kelyapti? Birinchi tinchlik bor. İkinciden jinoyat, korrupsiya yo'q uchun keladi. Katta loyihalar bo'ladi, lekin xonadon tinch bo'lish kerak. Hamma narsaning tagida ta'lim yotibdi. Bilimli yoshlarimiz bizga yo'l ko'rsatadi.